Nogironligi bor shaxslar ishiga marhamat monomarkazlarida kasb-hunarga o'qishlari uchun imtiyozlar 2021 yil 1-fevraldan PQ-57 son Prezident qaroriga muvofiq ishiga marhamat hozirgi kunda kasbiy ko'nikmalar markazi deb atalyapti. Monomarkazlarida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun talab yuqori kasblar, xorijiy til, kompyuter savodxonligi va dasturlash asoslari bo'yicha doimiy o'quv kurslari tashkil etiladi. Hozirgi kunda respublikamizda jami 17 ta hududiy ishiga marhamat monomarkazlari faoliyat yuritmoqda. Ishiga marhamat monomarkazlari qoshida imkoniyatlar markazi tashkil etilishi kerak edi. Bu markazlarda nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash, ularni kasb-hunarga o'qitish hamda madaniyat, san'at va sportga qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash ko'zda tutilgan. Ishga marhamat monomarkazlarida kurslar 15 nafar o'quvchi yig'ilsagina boshlanadi. Imkoniyatlar markazlarida quyidagi ishlar amalga oshirilishi kerak. Nogironligi bor shaxslar va ish beruvchilar o'rtasida muloqot o'tkazish hamda ularning huquqlarini himoya qilish maydoni sifatida faoliyat yuritish. Nogironligi bor shaxslar bilan dastlabki suhbatlar o'tkazib, ularning qiziqishlariga mos ravishda kasb-hunarga o'qitishiga ko'maklashish. Ishga marhamat monomarkazlarida o'qish uchun ariza topshirish tartibi. Nogironligi bor shaxs monomarkazlarda tikuvchilik, oshpazlik, qandolatchilik, kompyuter savodxonligi, tadbirkorlik bo'yicha savodxonlik kabi bir qator kasblar bo'yicha bilim olishlari mumkin. Buning uchun nogironligi bo'lgan shaxs o'zi istiqomat qiladigan hududiy aholi bandligiga ko'maklashish markaziga, xalq tilida mehnat birjasiga borib murojaat qilishi kerak bo'ladi. Nogironligi bo'lgan shaxs hududiy aholi bandligiga ko'maklashish markaziga murojaat qilganida shaxsini tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, nogironlik holatini tasdiqlovchi ma'lumotnomani taqdim etadi. Taqdim etilgan hujjatlar asosida aholi bandligiga ko'maklashish markazi nogironligi bo'lgan shaxsga kasb-hunarga o'qish uchun yo'llanma beradi. Yo'llanmaning amal qilish muddati 1 oy. Agar nogironligi bor shaxs 1 oy muddat ichida undan foydalanmasa, hujjat o'z ta'sirini yo'qotadi. Ushbu yo'llanma asosida nogironligi bo'lgan shaxs kasb-hunar markaziga murojaat qilsa, uning erkin kasb o'rganishga bo'lgan huquqi ta'minlab beriladi. Monomarkazlar orqali kasblarni o'rganishning yosh chegarasi 16 yosh etib belgilangan. Eslatma: 2025-yil 1-maydan yo'llanma berish voucher taqdim etish amaliyotiga o'zgartiriladi. Hozirda nogironligi bor shaxslarni kasbga yo'naltirish faqat Toshkent va Samarqand viloyatlarida voucher orqali amalga oshirilyapti. Endilikda 35 turdagi kasblarni voucher asosida bepul o'rganishingiz ham mumkin. Kasb-hunarga o'qishga arizani onlayn tarzda ham yuborsa bo'ladimi? Kurslarda o'qish uchun arizani my.gov.uz portali orqali ham masofadan turib yuborish imkoniyati bor. Buning uchun siz my.gov.uz portaliga kirib, xizmatlar ro'yxatidan bandlik va mehnat munosabatlari bo'limini tanlashingiz kerak. Bu bo'lim ichidan ishiga marhamat monomarkazlari kurslarida o'qish xizmatini tanlang va kerakli ma'lumotlarni to'ldiring. Nogironligi bo'lgan shaxslarga kasb-hunarga o'qish davrida stipendiyalar beriladimi? Nogironligi bo'lgan shaxslarni kasb-hunarga o'qitish jarayonlari yakunlangandan keyin ularga davlat sertifikati taqdim etiladi. Monomarkazlar nogironligi bo'lgan shaxsni kasbga o'qitish doirasida uni ishga joylashtirish vazifasini ham o'z zimmalariga olishadi. Kasb-hunarga o'qish davomida nogironligi bo'lgan shaxslarga nogironlik nafaqasi yoki pensiyasi bilan bir vaqtda bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravarigacha 824 ming so'm miqdorida har oylik stipendiya to'lab beriladi. Ma'lumot uchun 2025-yil 1-avgust holatiga ko'ra bazaviy hisoblash miqdori
412 ming so'mni tashkil etadi. Stipendiyalar nogironligi bo'lgan shaxslarga, shuningdek, muddati 3 oydan ko'p davom etadigan o'quv kurslariga qabul qilingan ijtimoiy himoya yagona reyestridagi oilalarning ishsiz a'zolariga to'lanadi.